Azizlar, shuning ajoyib bir xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Hammaga assalomu alaykum. Xonadonimizga kirib keldik. Remontdan chiqqan tayyor podkulich xonadon. Lyustralar ham neobishniy bir chiroyli xillaridan 1, 2, 3, keyin 4-xonasi. Asosiy bu yerda daloni bo'ladi. Daloni bilan 4, hurmatli vatandoshlar, 100 kvadrat metrda joylashgan podkulich xonadon. Bir yandan ko'rsatib qo'yamiz. Mo'shi oboy, hamma ishlarimiz original high-tech ishlar bilan qo'yilgan. Xonadonimizga girgandan chap tarafimizda rakovina mestasi, teplый kollektorlari shu yerda joylashtirilgan. Kafillar ham qilingan, bir rakovinalarni qo'yib berdilar, chiroyli qilib azizlar. Bu tarafda sanuzellar bo'ladi. Ishlarimiz high-tech original ishlardan, mana ishlari bor. Sanuzelimiz ham o'rtacha kattalikda, kafildan chiqqan patolog natijor, ayston, rakovina, mumtoz vonna hammasi bor. Yana simisiyalar ham zo'rundan qo'yganlar, yaxshisidan. Azizlar, ishchi joylari bor. Bir dalon qismi bo'ladi. Dalonimiz ham yana hurmatli vatandoshlar bir 4 metrlar bor. Uzinasi 5,5 arkayin chiqadi. Bu yerda televizor zonasi, galogenlar bor, lyustralar asilgan, buralar ham qo'yilgan. Attachmentodan foydalanib qo'ydilar. Berlayning oboy, taraflari pisochniy attachmento. Azizlar, joyimizda gap so'z bo'lish mumkin. Gilamlar döşalgan ham azizlar Özellik tarafi oyaktiler 100% tüylü bu. Hem plusuna registran var. Hürmetli vatandaşlar, halanızda kızdırışınız mümkün. Halasanız tüylü pul, halasanız registrde. Yani işlerine məlaqədə etibar qılarsa, yaxşı sifətli işlərdən qoyulur. Bir 3'e 1 4,5 rəzmidə bu arkayin çıxadı. Plusla bu ayaktiler laminat, gilam döşəlgən, pərdələri bu. Bir də senin aboylarımız yarki attachmento aboyadan faydalanıb qoydular. High-tech lyustralar. 100 kvadrat metrdə joylashgan kvartiramız 4 xonalı. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafda esa oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham kichkina emas, katta tushgan, registr to'shchalari, ham teplый pol bor, moyka to'shchalari, bu yerda kotelni mestasi, kotelni qo'yib beradilar. Kotel registr kengirganida rakovina qo'yib beradilar. Farqlar qilingan, oboy yarki mo'shi oboylar. Lyustralar ham chiroyli, lyustralardan qo'yilgan. E'tibor berib o'tasizlar. Har bir detallarni izlab bir yandan gözetip beraberemiz. Hürmetli vatandaşlar, bu tarafta 4'e 4 120 rəzmiyədə bir xanası, birimiz hem katta düşkən, ayaktiyi laminat pol, registr toşkaları var, pilusuna ayaktiyiləri teplый pol. Aboylar ham yaxşı qimmat bahasında işlətdirlər, elektrik avtomatları bir də joylashgan. Bu tarafta asosiy zalı, mehmonxonasi. 3,5-5,5 kattalikda birimiz. Gilam döşəlgən, pərdələr asılgan, attachmentodan faydalanganlar, ramkada qılıb, chiroyli qilib, Euro stilda remont qilib qo'ydilar azizlar. Aynası 2 yerdə düşkən patagonnikləri bor. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kanalimizga a'zo bo'lgan Allah bo'lsa a'zo bo'lib, abuna bo'lib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hem kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar, joylarimizga xabar berib, nechtalar kerak bo'lishini yozib qoldirsangizlar, shunday joylarni e'tiborlansa havola qilib beramiz. Joyimiz narxini to'xtalib o'tsak, narxi 580 million so'm, galashadigan yeri bor. Dokument hamma o'zi taq, 100%, to'g'ri odamsiz o'tadi. Hech narsadan muammosi yo'q. Aytilgan ishlar aytib beriladi, registr, atapliyan qat yo'li qo'yiladi, keyin bu yerda rakovina qo'yib beriladi azizlar. Narxini takrorlaymiz azizlar, 580 million so'm. Bemalol murojaat qilinglar, mulkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilimiz, keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.